Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillarimiz. Bugun sizlar bilan homiladorlikka tayyorgarlik haqida gaplashamiz. Sog'lom farzand dunyoga kelishi avvalo ota-onaning homiladorlikka qanday tayyorlanganligiga bog'liq. Shuning uchun bu jarayonga befarq qarash mumkin emas. Birinchi navbatda shifokor ko'rigidan o'tish juda muhim hisoblanadi. Ginekolog va terapevt ko'rigida bo'lish, zarur tahlillarni topshirish orqali organizmdagi yashirin muammolarni oldindan aniqlash mumkin. Ikkinchi muhim masala folik kislotasi. Uni homiladorlikdan kamida 3 oy oldin qabul qilish tavsiya etiladi. Folik kislotasi bo'lajak bolaning nerv tizimi to'g'ri rivojlanishida katta ahamiyatga ega. To'g'ri ovqatlanish ham tayyorgarlikning ajralmas qismidir. Ratsionda ko'proq sabzavot, meva, oqsilga boy mahsulotlar bo'lishi kerak. Fast food, gazli ichimliklar va zararli ovqatlarni esa biroz cheklab turgan lozim. Zararli odatlardan voz kechish bu nafaqat onaga, balki bo'lajak bolaga ham bo'lgan mas'uliyatdir. Chekish va alkogol homila rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, tinch hayot tarzi, yetarli uyqu, stressdan uzoq bo'lish ham juda muhim. Yengil jismoniy faollik esa organizmni homiladorlikka yana ham yaxshi tayyorlaydi. Va unutmangki, bu jarayonda otaning ham tayyorgarligi katta rol o'ynaydi. Homiladorlikda ongli tayyorgarlik sog'lom kelajak sari qo'yilgan eng muhim qadamlardan biridir. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.